Manchester City do'konida Abduqodir Husanovning formasiga talab qanchalik katta? Hozir bilib olamiz. Bugun Angliya Premier Ligasi so'nggi 38-tur doirasida Manchester City klubi Aston Villani qabul qiladi. Bu o'yin shunisi bilan ham e'tiborliki, bosh murabbiy Josep Guardiolaning shaharliklar safidagi so'nggi o'yini bo'ladi. 10 yillik faoliyat va Pep jamoadan ketmoqda. Klub Pepning ketishiga bag'ishlab maxsus 500 ta futbolka chiqargan. 10 years with Pep, 10 yil Pep bilan nomli maxsus futbolkalar va ular bor yo'g'i 500 dona. Cityning rasmiy do'kondan bizga videolarni taqdim etgan insonning aytishicha, do'konda eng ko'p sotilayotgan liboslar Holland, Marmush, Sherki va undan keyin Abduqodir Husanov. Ya'ni Husanov oxirgi vaqtlarda Manchester shahrida ancha mashhurlashib bormoqda. Nima deb o'ylaysiz? Manchester Cityning Guardioladan keyingi bosh murabbiy Maresga ham Husanovni asosiy tarkibda o'ynatadimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.